Assalamu alaikum. Mana Qushbaq kuningiz bilan hurmatli No'qat Xabar 24 kanalının katılışçıları. Bugün kunga 21 sentyabr abetdagi kurslar bilan sizlarni tanishtirib ketamiz. Bizga like bosib, kommentariy yozib qo'yingizlar. Biz hozir No'qat shahrida turibmiz. Tushki tomonda tatib bo'lsin demoqchimiz. Hozir biz banklardan ko'rsatamiz. Banklarda kurslar qancha ekan, shu yerdan borib tushki ma'lumotni olib beramiz sizlarga. Bizdan olsangiz çok sağ like basıp koyunuzlar. Az biz bank fincanına koşuyoruz. Banka Finka banka geldik. Finka bankta 82 50 dolar 82.00 euro. Bir so'm 29 tiyin ekan. Bu yerda rubl tushib ketdi. To'g'ana sabr qilamiz. Kommentariy yozib qo'yingizlar. Ko'tarilib qolishi mumkin. Hozir biz Ekoslom banka boramiz. Ekoslom bankda qancha ekan, shu yerda ko'rishamiz. Bank Ekoslom bankda rubl tushib ketdi. To'g'anlar 82.00 dolar 83.00 euro. Bir so'm 28 tiyin bo'lib qoldi. Bu yerda emmiyoqlar sabr qilamiz. Ko'tarilib qolishi mumkin. Duo qilib turingizlar, ko'tarilib qoladi inshaalloh, Xudo xohlasa. Valyutalar jana kelib, valyutalarda 83.00 dolar, bir so'm 31 tiyin rubl ekan. Bu yerda qozoq tengasi 12 tiyin, o'zbek so'mi 75 tiyin ekan. Bu yerda shunday bo'ldi. Boychun banka kelib, Boychun bankda 82.50 dolar 83.00 euro, bir so'm 28 tiyin. Bu yerda rubl shunday bo'lib qolibdi. Rubl tushib ketdi, hurmatli tuğanlar. Sabr qilamiz endi. Qirg'iziston bankda kurslarni ko'rsatsak 80-60 dolar 80-80 euro, bir so'm 28 tiyin ekan. Kommertans Qirg'iziston bankda shunday bo'lib yotibdi. Bu yerda de rubl tushib ketdi. Sabr qilamiz. Bu yerda dollar ko'tarilib tur, euro birda bo'lib qolibdi. Rubl bo'lsa bir so'm 30 tiyin ekan. Bu yerda Doskredit bankda sal qimmatroq ekan. Shu yerdan olsangizlar bo'ladi. Aziya bank kelgan, Aziya bankda 82.70 dolar 82.00 euro, bir so'm 30 tiyin rubl ekan. Bu yerda de rubl ko'tarilib tur. Notuanda shu kelib Doskredit bank bilan Aziya bankdan olsangizlar bo'ladi ekan. Boqay bankka kelib, Boqay bankda dolar bilan euro birda ekan. Rubl bo'lsa bir so'm 28 tiyin ekan. Bu yerda rubl tushib ketdi, hurmatli tuğanlar. Kasbiy bankka kelib, Kasbiy bankda 82.80 dolar 83.00 euro, bir so'm 27 tiyin rubl ekan. Bu yerda de rubl tushib ketdi, hurmatli tuğanlar. Hurmatli tuğanlar, biz hozir kompaniya bankka keldik. Kompaniya bankda 81.00 dolar 81.20 euro, bir so'm 30 tiyin rubl ekan. Bu yerda rubl qimmatroq ekan, hurmatli tuğanlar. Kompaniya bankda, Aziya bankda, Doskredit bankda rubllar qimmatroq ekan. Shu yerdan almashsangiz bo'ladi ekan. Boshqa joylarda dollarlar tushib ketdi, rubllar tushib ketdi, hurmatli tuğanlar. Shuning bilan bugungi No'qat Xabar 24 kanali sizlar bilan qo'shlashadi. Ertangi kungacha omon bo'lingizlar. Tushki tomonda tatib bo'lsin demoqchiman. Qayerda bo'lsangizlar like'lardan bosib, kommentariylardan yozib qo'yingizlar. Biz sizlar bilan qo'shlashib, ertangi kungacha qo'shilamiz. Sog' salomatda bo'lingizlar. Baringizlar bilan omonlikda ko'rishaylik. Assalomu alaykum demoqchiman. Baringizlar tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, ko'rishga sog' salomatda bo'lingizlar. Hurmatli No'qat Xabar 24 kanalının katlanıcıları. Baringizlarga tinchlik, omonchilik xohlayman.